Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Hech kim yashamagan nastroykalar o'timiz sotuvga chiqdi. 16 etajli nastroykamiz 15-etajda 2 xona kvadratlar ham katta 63 kvadratli bo'lgan nastroykamiz. Bitta obzorini qilib ko'rsatib beraman. Oxirida narxlar bilan tanishtirib ketaman. Qurush shunaqa katta hol bor, koridor. Qurush eshiklari bizga oxirgi manzildagi ishlar qo'yilgan. Qayta ishlangan ishlar bilan ta'minlangan ichkarilari. Remontimiz bor holatda, sanuzillar ichma joylashtirilgan, ichma akkuratli qilib qo'yilgan, devorlari komplektli. Bu taraf oshxona. Oshxonaning juda keng, mebel texnikalarni qilib qo'yib, bemalollikka 4 kishiga o'tiradigan stol qilib qo'ysangiz bo'ladi. Novostroykada hamma qo'shim duh kontr kotyonlari bor. Issiq suvlar shunday bo'ladi. Bu yoqda kladovka qilib qo'yilgan. Ko'pchilik bu yoqda oshxonani o'tkazib, bu yoqda ham qanaqa qilib xona qilib qo'yishyapti, 2 xonani 3 xona qilib. Bu yoqda agar kitobga qiziqadiganlar bo'lsa, kutubxonacha qilib qo'ysa bo'ladi. Chiroyli o'zimizdan derazalar ham bor. Chiroyli havo aylanishi ham yaxshi. Bu yoqda balkon, oshxonada balkonga o'tiladi. Balkonga bitta ko'rsatib ketaman. Juda kengish yaxshi. Joylashgan nastroykamiz ham qo'shilgan bolalar o'yingohlari ham hamma qulayliklari bor. Endi anaqalari bor, mo'sha qo'yishgan parkovkalari juda qulay va ko'p. Mayli xonalar bilan tanishtirib ketamizlarmi? Yo'lga chiqishda. Bu xona spalni. Spalnimiz ham juda keng. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 5,5 metr. Kengishga joylashgan. Bu taraf zal hisoblanadi. Zal ham katta, 7 ga 3,5. 7 ga 3,5 uzunligi. Bu uyimiz ham Sergeli, Yangi Darxon mahalla, Yangi Darxon 3 ta joylashgan. 16 qavatli domimiz 15-qavatida sirojda sotilyapti. Narxi taqalgani 50.300 deyilyapti. Xudo xolisa, endi pastda nomerlar qoldiraman, bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, uyni ko'rib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.